tog'amlarni sexligi bo'lgan, ya'ni fabrikaligi, tikuv fabrikaligi va ular esa sovet davridan ishlagan va o'sha davom ettiraverishganda o'sha vaqtda ular jenfer to'qishardi. Jenfer to'qishayotganini endi tog'amlar to'qishyapti-yu, oyimgilar olib, masalan, atrofdagi do'konlarga tarqatardilar-da. Ya'ni u ham masalan 100 so'mdan olsangiz, 110 so'mdan tarqatsangiz 10 so'm foyda-yu masalan. U tekstilni sex bilan mana shu do'konni aloqasi yo'q. U yerda u vaqtda bilsangiz, hozir masalan mini market deymiz-ku, mini marketdan kichkina do'konlar bo'lardi, kommersiy magazin bo'lardi. Hamma narsa bo'lardi. Nima topib sotardi. Masalan, mashina balon topib qo'yib qo'yardi. Ko'chada nimadan topardi? Oziq-ovqat mahsulotlari kam bo'lardi juda. Hammasi import etmoqchimanki, nima topib sotardi. Kiyim ham bo'lardi. O'sha yerga kirib hamma narsa olib chiqardi. Shunaqa kommersiy do'konlar paydo bo'lishni boshlagan va kommersiy shu do'konga anaqa berardi. Jemper berardilar. Jemper berardilar. Endi keyin jemper pulini masalan menga qiziq edi, borib sotildimi yo'qmi yig'ib kelishdi. Keyin masalan mana Otabek bilan o'rtog'imiz, biz Otabeklar mahallasida undan oldin uni qo'shnisi Dilmurod o'rtog'im va o'sha Dilmurodni onalari rahmatli, ular ham maktabda ishlardilar. Masalan, maktabda ham narsa sotilardi. Mana maktab o'qituvchilar, bog'cha o'qituvchilar bir-biriga narsa sotaverardi. Anaqa, ya'ni hamma odamlar bir-biriga qo'ldan narsa sotilardi. Chunki do'konlarda yo'q bu narsa. Birinchi marketplace bo'lgan. Peer to peer bo'lgan. C2C bo'lgan juda. Shunaqa bo'lgan, o'shanda sotilardi. O'shanda ya'ni shu pul yig'ib, anaqa qilib do'konga qarab turibdimi, uni ketib qopti, anaqa qilish o'zimga qiziq bo'lgan. Ya'ni qarash masalanda bu tadbirkorlik deyilmasa kerak, lekin birinchi pulni tushunish, sotildi, sotilmadi, qachon puli keladi deb o'ylash, shunda anaqa 3-sinf bo'lganmiz. 3-sinf, 10 yoshda bo'lgansiz-da? 2-sinf, 3-sinfda. 10. 8-10. Da, 8-9 shunaqa bo'lsa kerak. 2 yosh emasda. Da, keyin tadbirkorlik desa bo'lsa, bir shu universitetda, maktabda o'qiyotganimizda, 11-sinflarda o'qiyotganimizda, endi men 9-sinfda o'qiyotganimda odamlar kompyuter olib berganlar-da, o'sha vaqtda birinchilardan personalniy kompyuter odamlar uyda kam bo'lardi, olib berganlar va undan tashqari internetdan olib berganlar-da. U vaqt dial-up internet bo'lardi, telefon o'qib tushirardi. Shu vaqtda unlimited tarif olib berganlar-da. Masalan, bugungi kunning narxida masalan oyga $500 to'lab olganmiz-da. Endi anaqa endi juda qimmat internetda masalanda va o'sha internetda masalan men o'tirib 24 soat ishlatardi. Chunki internet qimmat edi, biz dejurstvo qilardik. Men endi kunduzi masalan adam ertalabdan 5 gacha o'tirardi internetda. 5 dan masalan kechqurun 10 gacha oyim o'tirardilar. Kechqurun 10 dan ertalab 7 gacha men internet o'tirardim. Har kun kechasi masalan internet dedim-da masalanda. Qiziq edi menga. Internetda juda kam edi informatsiya unda. Internetda veb saytlari, mana internetga kirib ko'rsanglar bo'ladi, Yahoo'ning birinchi stranitsalari serif fon bo'lardi. Hali oq fon ham emasda, shunaqada, anaqa pikselni chiqardi. Rasm bitta Yahoo'ning logosi zagruzka qilishga bir xillarda 20 minut kutilardi. Da. Juda tezligi juda ham past bo'lgan. 14 kilobit, 906 to'lanardi-da, masalanda. Mana hozir 2 megabaytli rasm Telegramda kelsa, 1 sekundga qolmay ochadi-da. O'sha yerda 2 megabaytni men 2 kun download qilganman. 2 kun 24 soatdan 48 soat, masalan 2 megabayt download qiladi. Shunaqa skorosti bo'ladi. Nimalar qidirardingiz internetda o'tirib? Men o'ylardim, masalan, adam ham menga vazifa qo'yardilar, men o'ynamagin dedilar, o'rgangin narsalar, nima qanaqa pul qilsa bo'ladi, nima biznes qilsa bo'ladi dedilar. Men o'tda internetdan o'yinlar ko'chirardim-da, maktab o'qituvchilariga o'yin sotardim, yo programmalar sotardim. Ularda internetga dostуп bo'lmasdi, lekin maktablarda kompyuter bor edi. Masalan, oldim zadiy maktab, sal rivojlangan maktablarga sotardim. Ularga disketaga yozardim-da, olib borardim-da, ulardan pul olardim. Kontent sotardim-da, ya'ni ularda internet yo'q, masalan, maktab klassi bor. Qanaqadir anaqa kompyuterlari bor, o'quvchilari bor. Shu vaqtda Orom degan birinchi hal chasni maktablar paydo bo'lishidan oldin Orom anaqa poluchasni edi-da. O'sha ularga sotardim, boshqalarga sotardim, shunaqangi sal oldiroq maktablarga kontent sotardim, o'qituvchilarga. Zo'r вообще. Bu menimcha birinchi такой proyekt bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin o'ylaganman, keyin 1-2 yildan keyin o'zim programmalashni o'rganganman. Programma tuzib, masalan, o'zim programmamni sotardim. Unda Navoiy ryadi bo'lardi, mana Navoiy ko'chasida do'konlar bo'lardi, disk olib, pakovka qilib, ya'ni dasturlar qilib sotardim. Keyin men shu dasturlar qilayotganimni
slovar qilganman, anglo-rusko uzbekskiy slovarda. O'zim programmasini yozganman, kontentini kirgizganman, slovar otsifrovka qilib hammasini qilganman-da, sotganman. Keyin uni qilayotganimni anaqa ko'rgan, o'sha vaqtda kollejlar paydo bo'la boshlagan. Esingizda kollejlar O'zbekistonda edi. Ularning byudjeti bo'lgan, ularga kontent bo'lmagan. Kompyuter beryapti, kontent yo'q. Keyin elektron uchebnik qilamiz deyishganda, men zakaz olganman-da, keyin bolalarni yig'ib, anaqa Saydolim masalan, o'rtog'im yoki Aziz o'shalar bilan birga ular bilan uchebnik qilmaganmiz. Uchebnikka hozir aytaman boshqa bolalar qilishgan menimcha. Saydolim hozir ham ro'ydi uchebniklar qilyapti. Shuni ham qiluvdi menimcha. Keyin uni sotganman anaqaga olib borib, masalan, o'sha vaqtda birinchi kattaroq pul masalan bir 13 millionmi, so'm 13 million vaqtda 200 millionlik anaqa proyekt qilganman. Endi universitetda birinchi kursda o'qiyotganda, ikkinchi kursda o'qiyotganda qiziq bo'lgan. O'shalarga sotganman. Hamma kollej litseylarga tarqatishgan uni. Masalan, biza o'sha 2-3 ta yo'nalish bo'yicha elektron uchebniklar qilishni boshladik. Application-da, bu application degani o'sha dasturiy ta'minotni nimadir sohada ishlatish mumkin bo'lgani. Mana birinchi proyektingiz просто o'sha 8 yoshingizdan boshlab shu birinchi kursgacha bo'lgan ekan. Shu Jemperdan boshlanib shunaqa bo'lgan ekan. Endi bizim miyamizga qotib turganda, chunki nima qanaqa qilib pul ishlab yordam bersa bo'ladi debdi. Masalan, anaqada o'qiyotganda, maktabda o'qiyotganda dachamizda lola o'sib chiqardi, rosa ko'p anaqada lola sotardim masalan. Chinozor metroda mana 3 yil sotganman, 8-sinf, 9-sinf, 10-sinf vaqtida. Qanaqa sotardingiz? Nima qilardingiz? To есть olib sotarmisiz? Lolani mana korobkada olib borasiz, metroda turasiz. Bu yerda boshqa gul sotadigan konkurentlaringiz ham bor. Masalan, anaqa buvlar sotishadi, masalan, yana qanaqadir anaqalar, o'shalar bilan birga turasiz. Mana anaqa o'tda juda muhim narsa, lola ochilib ketib qoladi tez, ochilib ketmasligi edi. O'sha butonchik bo'lib turish kerak, o'shanda anaqa qilishardi. Chunki lola mana yorug' tegsa anaqa qilar. Shuning uchun tashqarida emasda, metroning tagida turilardi. Trafik katta joyda turishingiz kerak edi. Bitta o'zingiz emas, kimdir bilan ham sotardingizmi? Yo'q, bitta o'zimman. Bitta o'zingiz sotardingiz. Bitta o'zim sotaman. Uyalish bo'lmagan. Bo'lgan, ozgina bo'lgan. Uyati yo'q. Akmalda uyati yo'q, mana aytib qo'yaman hammaga.